Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun eksperimentimiz 3-kuni. Ba'zi bir ishlarni video ola olmadik. Mana yemimizga chesnok, bug'doy, arpa, makka qo'shilmagan va kepak. Mana hozirgi eksperimentimizdagi qo'y, mana sariq va qoramiz. Xudo xolasa yana 3 kundan keyin, 12 kundan keyin qo'yimizni tortib, bo'ylarini o'lchab ko'ramiz. Chesnok qo'yga vitamin bo'ladi. Uyda ishlamayotgan chesnoklar bo'lsa, yer olsalaring qo'yga foydali. Mana bu tomoniga paxtadan chiqqan adxot ko'rib turibsizlar, buni changini chiqarib yeyapti hozir. Bu ichida aralash chigiti ham bor. Paxta aralash. Bu ham qo'yga ancha foydali, ichini tapiklashni oldini oladi. Buni tozalab yeb qo'yadi.